Tushda kechgan umrlar. O'zbek adabiyotining yetuk namoyandasi O'tkir Hoshimov qalamiga mansub. Ushbu roman yozuvchining ijodidagi 3-chi va so'nggi romanidir. 1993-yilda yozib tugatilgan roman ilk bor Sharq yulduzi jurnalida seriallashtirilgan. Kitob o'laroq 1994-yil Toshkent shahrida Sharq nashriyotida chop etilgan. Romanda bosh qahramon Rustamning fojiaviy qismati orqali Afg'on urushining ma'nosiz mohiyati ifoda etilgan. Butun umri davomida totalitar rejim siyosatining qalqoni va qilichi sifatida ish ko'rgan, necha minglab halol odamlar dilini jarohatlagan, yostig'ini quritgan komissar ham o'ziga xos fojiaviy obrazdir. Bu kimsaning fojiasi shundaki, u o'zi olib borgan barcha qora ishlarni haq deb biladi. Shuningdek, asarda Qurbonoy xola obrazi bo'lib, u boshiga tushgan qiyinchiliklarni matonat bilan yenggan o'zbek ayoli sifatida gavdalanadi. Qolaversa, asarda Rustamning ayoli Shahnoza obrazi bo'lib, u erining o'limida o'zini aybdor hisoblaydi. Tushda kechgan umrlar Hoshimovning taniqli asarlaridan biridir. Roman tanqidchilar tomonidan yaxshi kutib olingan. O'zbek xalq yozuvchisi Said Ahmad romanni loqayd hayajonsiz o'qib bo'lmaydi. U kitobxonni larzaga soladi. Xalq boshiga kulfatdan boshqa hech narsa solmagan, qonli urushni boshlagan, telbor ushqoqlarga dil-dilidan qarg'ish yog'diradi, deya yuqori baholagan. Demak, asar orqali muallif urush va zulm inson taqdirini fojiaga aylantirish mumkinligini ko'rsatib, hayotning bunday og'ir sinovlari ortga qaraganda xuddi tushdek tuyulishini chuqur ifodalaydi. Ko'z o'lim to'shagida yotgan bemorga o'xshaydi.